Assalomu alaykum asilzoda tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan ba'zi bir teologik terminlarning kelib chiqishi xususida gaplashamiz. Masalan, bir o'rinda farishta so'zini qo'llasak, bir o'rinda malak so'zini qo'llaymiz, yo bo'lmasa bir o'rinda jin so'zini qo'llasak, bir o'rinda dev so'zini qo'llaymiz. Nega bu tushuncha biru har xil so'zlardan foydalanamiz degan savolga yechim izlaymiz bugun. Bu albatta bizni mintaqamizning Markaziy Osiyo mintaqasini nafaqat turli sivilizatsiyalar to'qnashuvi, balki turli diniy e'tiqodlar kesishmasida joylashgan zamin bo'lgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Markaziy Osiyo o'sha qadimdan har xil xalqlar, har xil dinlar hukm surgan mintaqa hisoblanadi. Shu tufayli hatto bugungi kunda ham Markaziy Osiyo asosiy din islom bo'lsa-da, o'sha islomiy terminlarda har xillikni kuzatamiz. Xususan arabcha terminlardan ko'ra mintaqani mahalliy kelib chiqishiga ega bo'lgan ba'zi diniy terminlar qo'llanishini kuzatamiz. Misol tariqasida farishta, namoz, ro'za, dev, pari kabi terminlar ishlatiladi. Ya'ni Markaziy Osiyo musulmonlari tillarida demak bir o'rinda malak so'zi bilan birgalikda aynan unga muqobil sifatida farishta so'zini qo'llanishi yoki jin, ajina o'rniga div va pari so'zlarini qo'llanishi bu tasodif emas, albatta uni kelib chiqish tarixi bor. Ya'ni bu jarayonning paydo bo'lishi xususida ozroq gaplashib o'tsak. Bilamizki, Markaziy Osiyodagi eng qadimgi diniy manba bu Avesta hisoblanadi. Avestoda ba'zi bir kategoriyalar mavjud. Misol uchun parayishta degan kategoriya mavjud. Parayishta bu xabarchi. Xoh bir qishloqdan boshqa qishloqqa xabar olib kelsin, xoh bir shahardan boshqa shaharga, xoh bir mamlakatdan boshqa mamlakatga kimda kim o'sha xabarni olib kelsa, o'sha parayishta nomi bilan atalgan. Yoki bu xuddi shu variant sanskrit tilida ham uchraydi, parashyata shaklida uchraydi. Ya'ni bu keyinchalik farishta so'ziga aylangan termin. Bu demak ilk ma'nosi xabarchi degan ma'noni bildiradi. So'g'd tilida ham e'tibor bersak, ferishta so'zi mavjud. O'sha ferishta so'zi aynan elchi, xabarchi, chopar degan ma'noni anglatgan. Bu diniy tushunchada ham mavjud bo'lgan bu, ya'ni samodagi oliy ilohdan xabar olib keluvchi o'sha maxluqotlarni ham ferishta so'zi bilan nomlab kelgan. Va keyinchalik islom dini Markaziy Osiyoga kirib kelgandan keyin o'sha maloiklar deydi islomda. Maloiklar ya'ni oliyzot va bandalar orasidagi vositachilar. Ularni aynan eski e'tiqoddagi ferishtalarga qiyoslab arabcha malik yoki maloik terminini o'rniga bemalol farishta terminini ishlata boshlagan. Farishta tushunchasi Markaziy Osiyo tillarida mavjud bo'lgan, ya'ni oliyzot to'g'ridan to'g'ri emas, o'zining xabarchilari orqali bandalariga yo'l yo'riqni ko'rsatishi. Bu demak farishta yoki malak yoki maloik kategoriyasini asosiy funksiyasini belgilab beradi. Hindiston mintaqasida sal boshqacharoq vaziyatga duch kelamiz. Ya'ni Hindiston xalqlari e'tiqodida Xudo hisoblangan oliy zot bu hech qanaqa xabarchi yoki o'sha xabar olib boruvchi jo'natmay, o'zi bandalarini ko'z o'ngida namoyon bo'lib, uni bevosita o'zi yo'l yo'riq ko'rsatib o'rgatadi degan. Ya'ni uni bandalarni ko'zini oldida namoyon bo'lishi avatara deyilgan. Ya'ni avatara so'zining ma'nosi o'zi tushish degan. Xudoni ko'kdan yerga tushib bandalariga yo'l yo'riq ko'rsatish. Ya'ni tushganda ham qanaqa shaklga kiradi u? Xuddiki odamlar asosan endi hindlarning e'tiqodida asosan shu odam shakliga kiradi va uni boshqa oddiy odamlardan farq qilib turishi, uni aslida iloh ekanligini bildirish uchun u badani insoniyat badaniga o'xshamaydi, balki ko'k rangda bo'ladi deydi. Ya'ni biz bundan bilishimiz mumkinki, hind e'tiqodida farishta kategoriyasi deyarli yo'q. Ya'ni Xudo hisoblangan oliy zot bevosita o'zi tushib bandalari bilan hisob-kitob qilib ularga yo'l yo'riq o'rgatadi. Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq dinlarida esa sal boshqacha vaziyatga duch kelamiz. Ya'ni u yerda xabarchi jo'natiladi. Maxsus tanlab olingan kishiga, bandalari orasidan maxsus tanlab olingan kishiga, ya'ni biz buni payg'ambar deymiz, nabiy deymiz yoki rasul deymiz. Ularga maxsus xabarchi jo'natilgan, ishonchli xabarchi. O'sha xabarchi oliy zotdan kelgan xabarni, yo'l yo'riqlarni o'sha payg'ambarga o'rgatgan. O'shaning uchun farishta kategoriyasi Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq
xalqlarni e'tiqodida muhim hisoblanadi. Turkiy xalqlari diniy mifologiyasida ham konkret farishta o'rnini bosadigan aniq bir kategoriya mavjud emas. Ya'ni shunga yondosh kategoriyalar mavjud. Misol uchun yerni, suvni yoki osmonni, ob-havoni maxsus nazorat qiladigan ilohiy mavjudotlar bo'lgan va odatda ularni qadimgi turkiy tilda iye deb nomlagan. Iye bu hozirgi tilimizda ega so'ziga to'g'ri keladi. Ya'ni yer iyesi, ko'k iyesi, ya'ni yerni egasi, ko'kni egasi, ya'ni aynan o'sha iyegagina tegishli bo'lgan yer va unga boshqasi daxl qila olmagan va inson ham undan foydalanish uchun unga qaysidir ma'noda o'sha qurbonliklar berish, tuhfalar, sovg'alar berish orqali uni ishonchiga qozonish, marhamatiga qozonish kabi tushuncha mavjud bo'lgan. Bundan tashqari islomda jin tushunchasi mavjud bo'lib, ya'ni jin kategoriyasi inson bilan bir parallel olamda yashaydigan bir mavjudot hisoblanadi islom nuqtai nazaridan. Inson va jinlar bir makonda, lekin alohida o'lchamdagi fazolarda yashaydi deb qaraladi. Markaziy Osiyo xalqlari e'tiqodida qadimdan o'sha dev yoki yek degan tushuncha mavjud bo'lgan. Dev bu asosan Ironiy tilli xalqlarda uchragan, yek esa turkiy tilli xalqlarda uchragan. Ya'ni bu samoviy bo'lmagan, yer yuzida xuddi insondek yashaydigan, lekin inson kabi issiq moddiy jussaga ega bo'lmagan, lekin inson ko'zini oldida namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan bir qanaqadir ilohiy tushuncha hisoblangan devlar. Bu odatda devlarga nisbatan Markaziy Osiyo xalqlari e'tiqodida ijobiy emas, balki salbiy qarash mavjud. Dev deganda bu hali farishta darajasiga ko'tarilmagan, ammo xuddi insondan ustunlik jihatlari mavjud bo'lgan va insonga ziyon, zahmat yetkaza olishi mumkin bo'lgan bir tushuncha nazarda tutilgan. Keyinchalik islom Markaziy Osiyoga kirib kelgandan keyin aynan o'sha dev tushunchasi islomdagi jin tushunchasiga parallel ravishda qo'yilgan. Ya'ni misol uchun jinlar, yovuz jinlar insonga tegsa, insonga ziyon, zahmat yetkazsa, o'sha ziyon yetgan inson jinni deb hisoblanadi yoki majnun, ya'ni o'shanga jin tekkan, unga o'sha jin ta'sir o'tkazgan ma'nosida yo jinni yoki junun, majnun deb nomlangan. U Markaziy Osiyoda esa o'sha o'zlarini tilida o'sha devalar insonlarga ziyon, zahmat yetkazsa, ya'ni inson bunda odatda ruhiy zarbaga uchraydi, uni ruhi zarbaga uchraydi va buni o'sha dev tekkan, devga muttalo bo'lgan ma'nosida devona so'zi ishlatilgan. Ya'ni aynan o'sha arab tilidagi jinni yoki majnun so'zi bilan Markaziy Osiyodagi mahalliy tillardagi devona so'zi ham devana yoki aynan bir xil ma'noni anglatadi. Shu bilan birgalikda pari degan tushuncha mavjud bo'lgan. Pari bu odatda devlarga o'xshaydi va parini asosiy xususiyati uni qanoti mavjudligida. Ya'ni pari bu o'zini nomidan paridan, ya'ni uchmoq fe'li bilan bog'liq. Uchmoq. Ya'ni bu devlardan farqli ravishda parilar ucha biladi. Ya'ni parilarning harakatlanishi uchish orqali amalga oshadi. Devlar esa odatda Avestada ham ko'ramiz yoki boshqa manbalarda ko'pincha o'sha yuruvchi, yuradigan yoki bir joyda qo'nim topib, o'sha joyda mavjud bo'lib turadigan sifatida qaraladi. Dev so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, dev so'zini asosi dev, ya'ni boshqa tillardagi so'zlarga monand. Misol uchun hindlarda bor deva deydi. Mahadeva, ya'ni buyuk iloh yoki bu Yevropa boshqa Hind Yevropa tillariga e'tibor bersak, rus tilida diavol deydi, yunon tilida diabolos yoki ingliz tilida devil, xuddi asosi deyarli bir xilga o'xshab ko'rinadi. Haqiqatan ham shunday. Qadimda, demak, bu xalqlarni bir bobo tildan, bir bobo urug'dan tarqagan deb qarasak, bu tillarida o'sha diablos yoki o'sha devil, deva shaklida mavjud bo'lgan va hattoki bu Britaniya orolidan to Hindistongacha bo'lgan mintaqada bu so'z turli ko'rinishlarda ishlatilib kelgan. Biroq aynan bir Hindistonda bu so'zning ma'nosi o'zgargan. Ya'ni butun o'sha dev, deva, devil, diablos so'zlari faqatgina salbiy ma'noni anglatadi. O'sha qaysi tildagi ishlatilsa, faqatgina salbiy ma'noni anglatadigan so'z sifatida qaraladi. Ya'ni u Xudoga isyon keltiruvchi, bo'ysunmas,
Xudoni bergan buyruqlarga bo'ysunmas bir farishta yoki shunga o'xshash bir maxluqot sifatida ko'rilsa, Hindistonda boshqacha vaziyat. Ya'ni Hindistonda devalar hurmat qilinadi, xudo darajasiga ko'tarilgan. Masalan uchun Shivani Mahadeva deydi, ya'ni buyuk iloh deydi. Ularda devalar xudo darajasiga ko'tarilgan. Masalan, Markaziy Osiyoda o'sha Avistoni ko'radigan bo'lsak, xudo degan so'z bor, Ahura deydi. Avistoda xudo so'zi Ahura deb atalsa, Hind manbalarida, qadimgi sanskrit manbalarida Asura so'ziga duch kelamiz. Ya'ni Ahura bu Avisto va undan Markaziy Osiyo xalqlari tushunchasida bu xudo ma'nosini bildirsa, masalan Ahura Mazda deymiz. Mazda donishmandlik xudosi degan ma'noda ishlatilgan. Hindiston mintaqasida sanskrit bitiklarida Asura shaklida keladi. Buni aynan biz hozir nazarda tutgan jin yoki dev ma'nosi mos tushadi. Ya'ni bu yerda salbiylik mavjud Asurada, ya'ni u faqat insoniyatga yomonlik keltiradi, zarar keltiradi, kasalliklar olib keladi degan tushuncha mavjud bo'lgan. Turkiy tillarda aynan o'sha dev, jin degan kategoriyalarni ekvivalenti muqobili nima bo'lgan degan savol tug'ilishi mumkin. Qadimgi turkiy manbalarda turli xil terminlar mavjud. Misol uchun deydi yek degan termin bor. Yek bu aynan shayton, iblis, yovuz ruh degan ma'nosida qo'llangan. Undan tashqari o'ylek degan termin bor. Bu ham shu maxluq, qanaqadir qo'rqinchli bir insoniyatga yomonlik keltiradigan bir diniy tushuncha sifatida qo'llangan. Va undan tashqari albiz degan, albiz aynan bolalar va ayollarga ziyon zahmat yetkazadigan, kasallik olib keladigan, xuddi o'sha devga o'xshagan bir tushuncha. Albiz so'zi keyinchalik sal shaklini o'zgartirib, bugungi bizni tilimizda qo'llaniladigan alvasti shakliga kelib qolgan. Ya'ni yovuz ruh, go'yoki yovuz ruh va insoniyatga doim zarar, ziyon, zahmat yetkazish bilan shug'ullanadi degan qarash mavjud bo'lgan. Biz umuman olib qaraganda diniy terminlarni asli kelib chiqishi oddiygina biz kundalik hayotda ishlatadigan so'z bo'lgan. Ko'pchiligi shunaqa so'zlar. Oddiy misol uchun shayton so'zini oladigan bo'lsak, islomda keladi. Shayton umuman Xudoni, Allohning amrlariga xiyonat qiluvchi va o'shanga amrlariga bo'ysunadiganlarni yo'ldan ozdiruvchi umumiy tushuncha sifatida qaraladi. Konkret bir shaxs, konkret bir zot yoki maxluqot emas, umumiy tushuncha. Falonchi misol uchun shunaqa qilgan, u shaytonlardandir deydi yo boshqa. Iblis bor islomda va shayton bor. Ikkalasi umuman bir-biridan farq qiladi. Ya'ni shayton kengroq tushuncha, umumiyroq tushuncha. Barcha o'sha belgilangan amallarni, belgilangan yo'riqlarni bajarmaydigan va bajaruvchilarni o'shani qaytaradiganlar barchasi shaytonlar hisoblansa, iblis konkret tushuncha. Iblis bu atoqli ot deyishimiz ham mumkin. Aynan insoniyatni, birinchi insonni, ya'ni Odam alayhissalomni va uni ayolni jannatdan quvilishga sabab bo'lgan, takabburlikka ketgan bir aniq konkret ilohiy mavjudotning ismi iblis. Va iblis ham shaytonlardandir deydi. Ya'ni iblisning ham funksiyasi o'sha iymon ahlini dindan chiqarish, unga kufrga undash, Xudoni tanitmaslikka harakat qilish bilan bog'liq bo'lganligi uchun ikkalasi umumlashtiriladi odatda. Shayton so'zini kelib chiqishiga e'tibor beradigan bo'lsak, qadimgi ibroniy tilida shunchaki raqib, dushman, ya'ni nafratlanadigan kishi. Kimdandir nafratlansangiz yoki kimnidir o'zingizga dushman deb bilsangiz, uni shatan deb atagan. Shatan, ya'ni qadimgi ibroniy tilida shatan shaklida uchraydi. Keyinchalik bu ibroniylarni diniy manbalar, Tavrot, Zabur, umumiy qilib aytganimizda ibroniy Bibliyada shatan endi diniy xarakterga ega bo'lib kiryapti. Ya'ni bu yerda ham uni qiladigan ishi, ya'ni funksiyasi aynan yovuzlikka targ'ib etish emas, balki yomon amallar qilgan bandalarni sud qilish bilan barobar bo'lgan. Keyinchalik demak yahudiylikda shatan bu asosan salbiy tushunchadan ko'ra neytral tushuncha desak ham bo'ladi. Chunki uni asosiy funksiyasi Xudoni bandalarini sinash, ularni sinab ko'rish, har xil yomonliklar taklif qilib yo bo'lmasa har xil sinovlar bilan, qiyinchiliklar bilan sinab ko'rish, bardosh bera oladimi, yo'qmi? O'shani funksiyasi demak shatan bo'lgan. Bu keyinchalik xristian dinida xristian dinida uning vazifasi o'zgargan shaklda ko'rishimiz mumkin. Masalan, xristian dinida endi bu satan shaklida uchrayapti. Uni asosiy vazifasi
Xudoni amallaridan, Xudoni buyurganlaridan bandalarni qaytarish, imkon qadar Xudoga bo'lgan e'tiqoddan uzoqlashtirishga xizmat qiladigan bir bo'ysunmas farishta sifatida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yunon tiliga aynan ibroniy tilidagi shatan so'zi satan shaklida o'zlashgan va bugungi kunda demak butun Yevropaning g'arb e'tiqodida satan tushunchasi mavjud. Arab va ibroniy tillari bir umumiy oilaga mansub bo'lganligi uchun, ya'ni somiy tillari yoki semit tillari deydi. Bu so'z umumiy, ya'ni shayton va ibroniy tildagi shatan so'zining kelib chiqishi aynan bir. Islomdagi iblis so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, bu so'zning kelib chiqishi borasida anchagina ixtiloflar mavjud. Musulmonlar orasida keng tarqalgan farazga ko'ra, iblis so'zi abalasa, ya'ni umidsizlikka tushish fe'lidan olingan deydi. Ya'ni umidsiz degan ma'nosi bor dedi abalasa. Lekin ba'zi tadqiqotchilar iblis so'zini yunon tilidagi diabolos so'zidan olingan deb qaraydi. Yunon tilidagi diabolos so'zi esa biz aytib o'tganimizdek umumiy hind oriy ildizga ega bo'lgan, deva, diavolos, dev kabi so'zlar bilan asosdosh hisoblanadi. Yunonlar xristianlikni qabul qilgandan keyin, o'sha xristianlik bilamiz, dastavval ibroniy tilida bo'lgan, uni asosiy manbalari, yo'riqlari va keyinchalik Rim imperiyasida xristianlik tarqala boshlaganda, uning orasiga ibroniy terminlarning orasiga yunoncha terminlar ham qo'shilib borgan. Shulardan bittasi demak diabolos so'zi bo'lib, aynan satan xristianlikdagi satan termini bilan muqobil variant sifatida qo'llana boshlagan. Ya'ni kimdir satan desa, ya'ni bandalarni yo'ldan ozdiruvchi, yovuz ruh, yovuz farishta ma'nosida, kimdir diabolos shaklida ishlatgan. Va islomgacha bo'lgan davrda o'sha Suriya hududlari, biz bilamizki, Sharqiy Rim imperiyasi Bizantiyaga qarashli hududlar bo'lgan va u yerda yashagan somiy xalqlarning aksariyati yunon tilidagi xristianlikka e'tiqod qila boshlagan va ularning tilida bir vaqtni o'zida o'sha satan so'zi bilan birga devil so'zi ham iste'molda bo'lgan va eng qizig'i Suriyoniy tilida d degan old artikl ham mavjud bo'lgan. Ya'ni bu arab tilidagi al artikli yoki ingliz tilidagi the artikliga o'xshagan artikl bo'lgan. Yani olimlar deyishadiki, arablar aynan o'sha so'zni o'zlashtirayotganda o'sha Suriyoniy artiklni tashlab, so'zni o'zagini o'zlashtirgan. Ya'ni diabolosdan d-sini olib tashlab, iblis shaklida arab tiliga o'zlashgan degan qarash ham mavjud. Umuman arab manbalarida iblis degan so'z aynan islomdan keyingi adabiyotda, keyingi manbalardagina uchraydi. Buguncha shular va keyingi videolarimizda, keyingi kontentlarimizda bu shunga o'xshash qiziqarli so'zlarning kelib chiqishini yana davom etkazamiz.